Hammaga salom. Bugun men xohlaydigan, lekin umuman hali qilib ko'rmagan narsalar haqida gaplashamiz. Bulardan birinchisi kitoblarga mana bunaqa qilib umuman chizib yoki biron joyini qayirib o'qib ko'ra olmaganman. Lekin o'qib ko'rishni xohlaganman. Shunaqa qilib bir marta birinchi kitobimga shunaqa chizib ko'rganman, lekin o'zimga ham yoqmagan. Undan keyin umuman bunaqa holatni qaytarmaganman. Ikkinchisi bu pashmina sharflarni chiroyli qilib o'rab yurgan qizlarga juda ham havasim keladi, lekin o'zim ham shunaqa qilib o'rab ko'rishni xohlaganman, lekin umuman bunaqa qilib o'rolmaganman. Qandaydir ular o'raganchalik menga yarashmagan, lekin juda ham xohlaganman. Uchinchisi bu mana bunaqa attraksionga chiqib uchib ko'rish bo'lgan. Biz ham xohlaganman, lekin qo'rqaman. Rosayam. Lekin nimaga unaqa uchib ko'rishni xohlayman? O'zim ham o'zimga tushunmayman bir ba'zi payt. Agar sizga mana shunaqa videolarim yoqadigan bo'lsa, menga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.